Xalqimizning farovon hayoti asosi bo'lgan bosh qomusimiz Konstitutsiyamizga kiritilayotgan o'zgarishlar fuqarolarimiz hayotida o'ziga xos ahamiyat kasb etishi tabiiy. Buni har bir yurtdoshimiz bugun qalbdan his qilib turibdi. Assalomu alaykum muhtaram teletomoshabinlar, qadrli yurtdoshlar. O'zbekiston Respublikasi referendumi 2023 turkumidan berilayotgan ko'rsatuvimizning navbatdagi soni efirda. Bugun ayni shu mavzuda suhbatlashish uchun studiyamizga Namangan davlat universiteti yuridik fakulteti o'qituvchisi Otabek Polatovni taklif etganmiz. Sizni studiyamizda xush ko'rdik. Salom alaykum. Otabek bugun yangilanayotgan konstitutsiyamizni hech ikkilanmasdan haqiqiy xalq konstitutsiyasi bo'ldi deb ayta olamiz. Chunki unda xalqimizning bir necha yillardan beri o'ylantirib kelayotgan, bir qiynab kelayotgan muammoli masalalar o'z yechimini topdi. Va yangi moddalar, normalarida bu imkoniyatlar o'zini ifodasini topdi. Eng asosiy jihat inson qadrining birinchi o'ringa qo'yilgani bo'ldi. Misol uchun aytadigan bo'lsak, Konstitutsiyada har kim o'z shaxsiga doir ma'lumotlarning himoya qilinishi huquqiga ega, shuningdek noto'g'ri ma'lumotlarning tuzatilishi, o'zi to'g'risidagi qonunga xilof yo'l bilan to'plangan yoki huquqiy asoslarga ega bo'lmay qolgan ma'lumotlarning yo'q qilinishini talab etishiga haqli deb belgilab qo'yildi. Qisqasi, inson haq-huquqlari bilan bog'liq normalar 3 barobarga ko'paytirildi. Demak, ana shu misollarning o'zi ham bugungi kunda Konstitutsiyamizning eng xalqchil hujjatga aylanganligini ko'rsatadi. Aynan shu suhbatimiz avvalida Konstitutsiyamizga kiritilgan o'zgarishlar haqidagi fikrlarni aytib o'tsangiz. Avvalo aytishimiz kerakki, davlatning bosh qomusi bu konstitutsiya hisoblanadi. Amaldagi konstitutsiyamizdan farqli ravishda yangi tahrirda qabul qilinayotgan konstitutsiyamiz bir qator moddalar hamda bir qator normalar bilan boyitildi. Xususan, amaldagi konstitutsiyamiz 6 bo'lim, 26 bob, 128 ta moddadan iborat bo'lsa, yangi tahrirda qabul qilinayotgan konstitutsiyamiz 6 bo'lim, 27 bob hamda 155 ta moddadan iborat bo'lmoqda. Undan tashqari amaldagi konstitutsiyamizdagi 275 ta norma yangi tahrirdagi konstitutsiyamizda 434 tagacha ko'paytirilmoqda. Ya'ni bu degani yangi tahrirda qabul qilinayotgan konstitutsiyamiz bir qator normalar, moddalar bilan boyitilmoqda va mana shu normalarда bevosita inson huquqlarining kafolatlanganligi, O'zbekiston Respublikasining ijtimoiy davlatligi va O'zbekiston Respublikasida fuqarolarni huquqiy jihatdan himoya qilish mexanizmi yanada takomillashganligini alohida ta'kidlab o'tishimiz mumkin. Otabek, mana kuchli ijtimoiy himoya va muhtojlarga g'amxo'rlik qilish davlat siyosatining muhim yo'nalishi bo'ladi deb belgilab qo'yilyapti. Ya'ni insonga e'tibor va g'amxo'rlik davlat va jamiyatning asosiy burchi ekanligi Konstitutsiyada mustahkamlanyapti. Konstitutsiyada kambag'allikni qisqartirish, bandlikni ta'minlash, ishsizlikdan himoya qilish bo'yicha davlat o'ziga qator majburiyatlarni olyapti. Demak, aynan ijtimoiy soha bilan bog'liq normalar 3 barobarga ko'paytirilyapti. Bu fuqarolarimiz hayotida kelgusida qanday namoyon bo'ladi? Albatta, konstitutsiya yangi tahrirdagi qabul qilinayotgan konstitutsiyamizni dastlabki, ya'ni birinchi moddasida ham O'zbekiston Respublikasining ijtimoiy davlat ekanligi alohida urg'u berib o'tilmoqda. Zero ijtimoiy davlatning eng asosiy, birlamchi va fundamental vazifasi birinchi navbatda inson va fuqarolarning huquqlarini kafolatlab, ya'ni himoya qilinishini kafolatlab qo'yilishi. Ayni damda mana bu yangi tahrirda qabul qilinayotgan konstitutsiyamizda ham bu jarayonda juda ham katta o'zgarishlar sodir bo'lmoqda. Xususan, inson huquqlarini himoya qilish bo'yicha 3 barobarga normalarning ortishi, yangi normalarning qabul qilinishi bevosita shunga misol bo'ladi. Mana ta'lim sohasidagi o'zgarishlar juda katta yangilanayotgan konstitutsiyamizda. Qolaversa, o'sha yoshlarning bilim olishi, ilm egallashi, kasb-hunar yo'nalishlarida bir o'zi tanlagan sohasida bemalol faoliyat yuritishi uchun, kasb-hunar sirlarini egallashlari uchun belgilanayotgan, kiritilayotgan normalar eng ko'p foizni tashkil etadi. Ta'lim sohasidagi o'zgarishlar qanday bo'lyapti konstitutsiyamizda? Shular haqida to'xtaling hozir. Bevosita ta'lim sohasida faoliyat yurituvchi fuqarolardan biri sifatida aytishimiz mumkinki, ta'lim sohasida ham yangi tahrirda konstitutsiyamizda bir qator normalar bilan boyitilib ketilmoqda. Masalan, shu davlat tashkilotlarida mana fuqarolarni davlat tashkilotlari tanlov asosida oliy ma'lumot olish huquqiga ega bo'lishliklari. Bu yangi norma amaldagi konstitutsiyamizda
yo'q edi. Yangi tahrirdagi konstitutsiyamizda bu norma kiritib qo'yilishi albatta fuqarolarga yanada qo'shimcha erkinlik va qulaylik yaratib beradi. Undan tashqari, yangi tahrirdagi konstitutsiyamizda yana alohida ta'kidlashimiz kerak bo'lgan norma bu inklyuziv ta'limni oliy ta'lim muassasalarida rivojlantirish uchun sharoit yaratib berilishi. Sog'lig'ida kamchiligi bor, bevosita shunda talabalarni endilikda alohida yakka tartibda emas, ijtimoiy jarayonda, shu oliy ta'lim muassasalarida boshqa tengdoshlari bilan birgalikda ta'lim va tarbiya olishini ta'minlash bo'yicha mana bu konstitutsion norma qabul qilinganligi ham albatta O'zbekiston Respublikasida endi ijtimoiy davlat sifatida fuqarolarga yanada chuqurroq e'tibor berilayotganligidan dalolat beradi. Bizga ma'lumki, avvallari jismoniy sog'lig'ida kamchiligi bor talabalar yoki yoshlar alohida yakka tartibda o'qitilar edi. Mana maktabda olishimiz mumkin yoki bir boshqa ta'lim muassasalarida. Endilikda mana shu jarayonga chek qo'yib, endilikda ularning yanada ijtimoiylashuviga alohida e'tibor qaratilyapti va bu bilan o'ylaymanki, o'sha fuqarolarning ham boshqa tengqurlari qatori ta'lim olishi, ularning singari o'sha auditoriyada o'tirishi va ularni singari darsdan bahramand bo'lish uchun sharoit yaratib beradi. Albatta, bu faoliyatda ham inklyuziv ta'limni rivojlantirishni davlat o'z zimmasiga majburiyat sifatida olyapti. Demak, imkoniyati cheklangan yoki nogironligi bor yoshlarimiz, o'quvchimi, talabami tengdoshlar bilan bir safda turib ta'lim olish imkoniyatiga ega bo'lyapti. Mana ayollarning haq-huquqlarini ta'minlash bo'yicha juda ko'p normalar kiritilyapti. Aynan bu boradagi jihatlar shu gender tenglik masalalarida mamlakatimizda juda katta bir islohotlar olib borilayotganligiga juda yaqqol dalil hisoblanadi. Bu boradagi o'zgarishlar nimalarda, qaysi jihatlarda ko'rinadi? Gender tenglik masalasi nafaqat O'zbekistonda, bugungi kunda butun dunyo hamjamiyatidagi eng aktual temalardan, ya'ni mavzulardan biri hisoblanadi. Demak, amaldagi konstitutsiyamizda ham, ya'ni 46-moddada bu norma bor edi. Xotin-qizlar va erkaklar teng huquqlidirlar edi deb yozib belgilab qo'yilgan edi. Endilikda yangi tahrirdagi konstitutsiyamizda bu bo'yicha alohida norma qabul qilindi, ya'ni xotin-qizlar va erkaklar teng huquqlidirlar. Undan tashqari, davlat va jamiyat boshqaruvida ayollarning ham faolligini yanada kuchaytirish, bevosita boshqaruv organlarida ularni faoliyat yuritishi uchun alohida shart-sharoit yaratish. Ya'ni soddaroq qilib aytadigan bo'lsak, endilikda ayollarni ham jamiyatimizda bevosita erkaklar singari o'zini ko'rsatish uchun imkoniyat yaratib berishi, ularni har jabhada, ya'ni har xil mehnat sohalarida faoliyat yuritib, imkoniyatlarini ko'rsatishidan dalolat beradi. Yangi tahrirdagi konstitutsiyamizda fuqarolarimizning huquqlari to'laqonli ta'minlanishiga erishish uchun qator normalar kiritilyapti. Bular nimalarda aks etadi, qanday namoyon bo'ladi? Amaldagi konstitutsiyamizda ham bir qator normalar aks ettirilgan edi. Endilikda yangi tahrirdagi konstitutsiyamiz bir qator normalar, yangi normalar bilan boyitilmoqda. Xususan aytishimiz mumkinki, mana siz aytib o'tgan norma, ya'ni shaxsning sudlanganligi endilikda uning yaqin qarindoshlarini imkoniyatlarini cheklamasligi. Ya'ni biz bilamiz, avvallari agar inson sudlangan bo'lsa, uning yaqin qarindoshlari huquqni muhofaza qiluvchi organlarga yoki bir boshqa tashkilotlarga ishga kirmoqchi bo'ladigan bo'lsa, bu albatta sun'iy to'siq vazifasini bajargan. Ya'ni ularni imkoniyatlarini bir qadar cheklagan. Endilikda yangi tahrirdagi konstitutsiyamiz 28-moddasi bu norma kiritib qo'yilganligi albatta fuqarolar uchun qo'shimcha yengillik yaratadi va bu bo'yicha albatta alohida to'siqlarni olib tashalganligidan dalolat beradi. Undan tashqari, inson huquqlarini himoya qilish bo'yicha yangi qabul qilingan normalardan biri bu shaxsni ushlash chog'ida unga tushunarli tilda uning huquqlarini aytib o'tilishi va ushlash asoslarini keltirib o'tishi normasini boyitib qo'yilganligi. Bu nima deyishimiz mumkin? Albatta, har bir shaxsni gumonlanuvchi sifatida ushlanadigan bo'lsa, uning huquqlarini albatta aytib o'tilishi kerak. Bundan tashqari, shaxsni sudning qarorsiz 48 soatdan ushlab turish mumkin emasligi norma qilib kiritib qo'yilganligi. Albatta, buni ham yangi tahrirdagi konstitutsiyamizning 22-moddasida aks ettirilgan. Bu bo'yicha amaldagi konstitutsiyamizda norma yo'q edi, lekin Jinoyat protsessual kodeksining 221-moddasida yozib qo'yilgan edi. Ya'ni shaxsni sudning qarorsiz 48 soatdan ortiq ushlab turish mumkin emasligi. Endilikda buni konstitutsion norma sifatida belgilab qo'yilganligi albatta fuqarolarning huquqlarini himoya qilishni yanada takomillashganligidan dalolat beradi. Otabek, mana yangilanayotgan konstitutsiyamizda e'tirof etishga arziydigan yana bir jihat bor. Davlat tomonidan qulay investitsiyaviy va ishbilarmonlik muhiti ta'minlanishi bo'yicha qoida mustahkamlanyapti. Mazkur norma mamlakat iqtisodiyotiga to'g'ridan-to'g'ri investitsiyalarni jalb etishda, rag'batlantirishda, investorlarni
bir ishonchini mustahkamlashda, tadbirkorlik faoliyatini qo'llab-quvvatlashda, qolaversa ularning huquqiy qonuniy manfaatlarini ta'minlashda bir muhim omil bo'lib xizmat qiladi. Endilikda tadbirkorlarimiz to'g'ridan-to'g'ri Konstitutsiyaga murojaat qilishi mumkin o'z haq-huquqlarini ta'minlanishi bo'yicha va tadbirkorlik faoliyatini davlat tomonidan tartibga solishni asosiy mezonlari o'sha konstitutsiyaviy asosda, konstitutsiya darajasida mustahkamlanadi. Otabek, mana biz referendum oldi jarayonlaridamiz. Mana targ'ibot tadbirlarida ishtirok etyapsiz o'zingiz. Xalqimizni kayfiyati juda ko'tarinki, yoshlarimizni faolligi aynan targ'ibot tadbirlarida namoyon bo'lyapti. Endi yana bitta masala juda ko'pchilikni qiziqtiradi. Xorijda mehnat faoliyatini olib borayotgan yoki tahsil olayotgan yoki yashayotgan yurtdoshlarimiz referendumda ishtirok eta olishadimi? Ularning ishtirok etish tartibi qanday bo'ladi? Juda o'rinli savol berdingiz. Albatta buni ta'kidlashimiz lozimki, mana shu bugungi kunlarda yangi tahrirdagi konstitutsiyamizni qabul qilish sohasidagi mana bu targ'ibot jarayonlari juda jadallik bilan olib borilmoqda. Buni biz bevosita ijtimoiy tarmoqlarda, ommaviy axborot vositalarida ko'rib guvoh bo'lmoqdamiz. Shu o'rinda aytishimiz mumkinki, bu bevosita O'zbekiston Respublikasi hududida amalga oshirilayotgan targ'ibot jarayonlari. Endi xorijda, chet elda yashayotgan, istiqomat qilayotgan, bevosita mehnat faoliyatini yoki tahsil olayotgan fuqarolarimiz referendum jarayonlarida qatnashish imkoniyatidan bahramand bo'la oladilarmi? Ularning bu borada qanday huquqlari kafolatlangan degan savol ko'pchilik tomonidan beriladi. Albatta bu kafolatlar qo'yilgan. Bu bo'yicha mana 2023-yil 27-martda Markaziy saylov komissiyasi tomonidan O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasiga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish to'g'risidagi qaror qabul qilindi va mana shu qarorda belgilab qo'yildiki, O'zbekiston Respublikasini xorijda 55 ta diplomatik vakolatxonalarida 55 ta referendum uchastkalarini tashkil qilish va mana shu uchastkalar orqali xorijda yashayotgan, ishlayotgan, bevosita tahsil olayotgan yoki bir boshqa maqsad bilan o'sha yerda turgan O'zbekiston Respublikasi fuqarolari mana shu referendum jarayonlaridan, ya'ni yangi tahrirdagi konstitutsiyani qabul qilish jarayonidan bevosita bahramand bo'lishlari va o'zlarining faolliklarini ko'rsatib, o'sha referendumda ishtirok etishlari mumkinligi belgilab qo'yilmoqda. Bugun biz ko'rsatuvda ta'kidlayotgan fikrlarning barchasi konstitutsiyamizda inson qadrini ta'minlash, inson qadrini yuqori bir pog'onalarga ko'tarishga qaratilganligi bilan ahamiyatli. Albatta, mana shu ko'rsatuvlarimiz orqali ham fuqarolarimiz, o'sha aholimiz bo'layotgan o'zgarishlardan, yangilanishlardan xabardor bo'lib borishyapti. Targ'ibot jarayonlarida bu yaqqol namoyon bo'lyapti. Otabek, bugungi fikr mulohazalar uchun sizga minnatdorchilik bildiramiz. Muhtaram teletomoshabinlar, shuning bilan bugungi ko'rsatuvimizga yakun yasaymiz. Bizni kuzatishda davom eting. Yana efir orqali uchrashguncha xayr, omon bo'ling.